Bir kunlik halol mehnat evaziga 33 million 600 ming so'm haq to'landi. Voqea aslida qanday bo'lgan edi? Bir ayol kunlik ishga chiqardi. Yonida farzandi bilan birga edi. Odamlar undan qiziqib so'rashdi: "Nega farzandingizni bog'chaga bermasdan o'zingiz bilan olib chiqasiz?" U ayol shunday javob berdi: "Bog'chaga to'lagan imkoniyatim yo'q" deb javob berdi. Bu voqeadan xabar topgan Sevinch maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbari esa bu oilaga yaqindan juda ham katta ko'mak berdi. Ijtimoiy himoya reyestrida turuvchi oilalarga mana 33 million 600 ming so'mlik birinchi voucherimiz topshirilyapti va qolgan sektorlarga ham xudo xolasa ertadan yurish qilamiz. Buning ichiga nimalar kiradi? Maktabgacha ta'lim yo'nalishini bitirguncha barcha xizmatlarni o'z ichiga oladi. Ovqatlanish, borib kelish, to'galiklar, mashg'ulotlar, o'sha bog'chada ta'lim olish hamma yo'q, Mirzamamat aka kiradi ichiga. Sevinch bog'chasiga rahmat, shunchalik o'g'lim mana bog'chaga bekarishga qilib ber. Rahmat shunchalik yo'qlab kelgani uchun. O'tgan yil ham bunday tadbirda tadbirkorimiz Mirzamamat tomonidan Do'stlik ko'chasidagi Rahim akam farzandlariga topshirganmiz. Mana xudo xolasa Shukuronaxonga. Ikkinchi yil bu ham bog'chada ta'lim olyapti. Mana 5 yil davomida shu maktab yoshiga borguncha mana shu voucherdan foydalanadi. Buning uchun biz sizga minnatdorchilik bildiramiz. Savobli ishga sherik bo'ling. Sizda ham mana shunaqa oilalar manzil bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Like bosing, bizga obuna bo'ling va mana shu videomizni o'nlab, yuzlab yaxshi insonlarga yuborib qo'ying. Ehsonning mukofoti ehsondir.